Әмді Нұрәли аблызның bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Hayatni güzel işlarga ısraf qilish. Mening vaqt boshqarish usulini anglagan odamlarning hammasi tugidek mundaq so'raydi. Sen bir mashina odammi? Ozroq vaqtni isrof qilmamsan? Bundaq yashab hormamsan, zerikmamsan? Mening to'g'ri uyini o'ynab o'ltirganimni ko'rganlarmi afsuslanib turib. Sen nimashqa buncha uzoq vaqt o'ynaysan? Kechichi uxlamay, oramni olmay o'ynab, nimaga erishding? deb so'raydi. Birinchi savolga deydiganim shuki, men qilgan atalmish vaqt isrof qilgan ishlar boshqalardan ko'proq bo'lishi mumkin. Men shaxmat o'ynashga, to'g'ri o'yinlarga, xom xiyol qilishga amroq. Boshqalar 20 minut yunsa, mening 40 minut yundigan chog'larim bor. Beijingdagi koinotning markazi deb ataladigan 5 ko'cha eg'izi, ya'ni Vudakoda arablarning bir choyxonasi bor. Men u yerga patpat berib, bir chaynak choy bo'rtib qo'yib, bir qancha soat ichaman. O'tgan bir mezgilda sodir qilgan xatoliklarım ustida o'ylanaman. Yo'qolam kitoblarni o'qiyman. Do'stlar bilan tog'dan, bog'dan paranglarni silishib o'tirman. Hatto bir chog'larda Beijing universitetidan Tiananmen maydoniga velosiped berib, kunning chiqishini ko'rib keldigan chog'larim bo'lgan. Meningmi shu abjiga chiqib ketgan tapkuchlik motosikletni minib, 5-oylamning sirtidagi dunyo bog'chisiga berib, shafaq nuri tushib turgan har xil manzaralar oldida suratga tushib, dunyoni sayohat qilishga, shu go'zal joylarga berib, o'z ko'zim bilan ko'rib kelishga bel bog'lagan chog'larim bo'lgan. Ikkinchi savolga beradigan javobim shuki, qarmoqqa ahamiyatsizlik, foydasi yo'qdek bilingan ishlar. Behuda sarf qilingan vaqtlarni ko'pincha hollarda odamni hayron qoldirgudek qimmatini namoyon qiladi. Hech bo'lmaganda men ilgari qilgan nurg'ulgan ahamiyat yo'q ishlar keyingi chog'larda alohida qimmatga ega bo'lib qoldi. To'liqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan chog'larimda umrlik hayotimga ta'sir ko'rsatgan bir qarorga, ya'ni gitar o'rganish niyatiga kelgan edim. Hammaga ayon. Odamning chiroyiga qaraydigan bu zamonda kelishgan o'g'illar faqat chiroyiga tayanibla qizlarni jalb qila oladi. Menga o'xshash tashqi qiyofatining ancha tayini yo'qlar, biror ortiqchiligi bo'lmasa, qizlarning diqqatini tortolmaydi. So'z chilisi o'rganganlarning ko'pincha chiroyi kishilarga yuz kelmaydiganlar bo'lib, gitarni, bo'libmi qapoq gitarni yaxshi chaladiganlarni asosan semizroq odamlar ishidan chiqadi. Darvaqa ayni chog'da men 90 kilogramlik bodak edim. Men atamga meni futbol o'ynashdan mahrum qilding. Bundaq bo'lganmikin meni gitar o'rganishni to'sma dedim. Men xiyolimda otam o'rganishimga ta'sir yetadi deb qo'shilmay qolarmikin deb andishi bilan bu gaplarni kekeklab turib, oran eg'izini chiqarishimga ma'qul devatdi. Uning buncha tezda ma'qul devatganidan yosh vaqtlarida gitar chalib, qiz keltirmoqchi bo'lgan kechirmishi bo'lsa, yetalmagan orzusini menga miros qoldirishni o'ylayotgandi nima deb gumon qilib qolgan edim. Qishda sinib so'g'uq, qo'limiz muzlab ketadi. Men qapoq gitar o'rganaman deb turib, gitarni xato ipsabdiman. Bu so'zni o'rganish dastlabda bek tashki to'xtadi. Ustozimni astoydilroq o'rgatmoqda. Ammo har kishida ayollarning ko'nglini utash orzusi shu qadar kuchli bo'ladi ekan. Qizlarning diqqatini tortish uchun men jinimni tikib qo'yib mashq qildim. Boshqalar bir oyda orom o'rgangan muzikani bir haftada o'rganib bo'ldim. Albatta, bu mening boshqalardan ko'proq vaqt sarf qilganligimning natijasi. Shu chog'da barmoqlarim qopirib ketguncha mashq qilib o'rgangan muzikalardan romantika, bo'shliqdagi qal'a qatorliqlarni hozirm chelib qo'yman. Gitarni xili yaxshi chaladigan saviyaga yetgan bo'lsam, bu foydasi bo'lganda qilmadi. O'zim yolg'iz zerikkanda, migdek bosqanda o'z-o'zimga chelib berib yurdim. Ammo oliy maktabda va xizmatga chiqqandan keyin gitar chalish mahoratim xili asqaytib qoldi. Tarjima holimni yozganda qandoq ortiqchiligimiz bor degan yerga qilcha ishkilanmasdan gitar chalish degan ikki so'zni yoza oldim. Xizmat o'rnimdagi faoliyatlarda biror parda o'rinlab bersam, ko'pchilik menga havas bilan qarshib ketadi.
Atam vaqtni bak tartiblik o'rlashtiradigan kishi bo'lib, uning tomosha bilan xo'sh yo'q edi. Uning turmushi xizmat, kitob o'qish, mamlakat xabarlari ko'rishdan iborat mangu o'zgarmaydigan mushu 3 ish bilan o'tadi. Boshlang'ich maktabning 2-yilida o'qiyotgan chig'imda uning do'sti bilan shaxmat o'ynaganligini tunji qatim ko'rdim. Hozir o'ylab baqsam, ayni chog'da ularning shaxmat o'ynayotgan holati Pop nomli filmdagi ko'rinishga o'xshab ketadi. Otam shaxmat taxtasidan ko'zini uzmay o'ltiradi. İkisi 4 soatgacha biror eg'izmi gap qilishmadi. Shu chog'dan boshlab shaxmatga cho'nqur mehrim tushib qoldi. Hamda shaxmat o'rganishni boshladim. Bu o'yinni tep-tinish o'ltirib o'ynagandek qilgan bilan, shu tinchlik ichiga nurg'un tafakkur yushirgan. Qarshi tarafga planingizni cho'ndirib qo'ymasangiz, bir qadamda ustunlikka chiqishni, qisqa vaqt ichida yengilishni o'ylamasligingiz kerak. Eng muhimi, urug'ni qo'yib bo'lgandan keyin yengilishga bo'lmaydi. Bu tarifi turmushga to'lma o'xshaydi. Har bir qadamni o'bdan o'ylanib besish, pushaymonga qoladigan ishni qilmaslik kerak. Bir qadamni xato bosgandan keyin uning o'rnini to'ldirmoq bak tasga to'xtaydi. Shaxmat menga qaror chiqarishga to'g'ri kelganda cho'qim ehtiyotchan bo'lish, imkon qadar pushaymonga qolmaydigan ishni qilish kerakligini o'rgatdi. Men ingliz tili o'rganishni 12 yoshimda boshlagan bo'lib, ko'p qism kishilarga solishtirganda bir qadar kechikib boshlagan hisoblanaman. Ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim amaliyotda Yulduzlar aro urush nomli o'yindan kelgan. Bu o'yin Jungoda 15 yil davr surgan bo'lsa-mu, ichida biror eg'izmi xazush gap yo'q. Shundaqdimi turli mashg'ulotlarning hammasini bilatdik. Buningdan qiziqishning o'rganishga naqadar aktiv ta'sir ko'rsatganligini ko'rib olishga bo'ladi. Bu o'yinni xili uzoq o'ynagandan keyin uningdan chiqadigan ingliz xatlarni tadqiq qilib baqdim. Uningda maxfiy nomer kirgizib, pulga erishadigan bir yeri bor. Bu chog'da bir qator ingliz harflarni kirgizatdik. Ayni chog'da biz bu harflarni birdan yodlagan edik. Men bu maxfiy nomerlarni tadqiq qilib, aslida show me the money, ya'ni menga pul ber degan gap ekanligini bildim. Boshqalar uning uchun ingliz tilini mundaqli o'rganib qo'ygan bo'lsa, men xili cho'nqurlab tadqiq qildim. Nurg'un narsalarni inglizcha bor. Hatto Jungo tarixining inglizchasini o'qish orqali xili ko'p narsalarni bilgan qilib bo'ladi. Boshqalarga qaraganda kichkina bo'lsa-mu ko'proq tirsangiz, atrofingizdagilardan ozroq bo'lsa-mu ortiq ishlab qo'ysangiz, g'alaba sizning bo'ladi. Kimlar muvaffaqiyat qozonuvchi bo'ladi? Boshqalar birni qilsa, bir yarim qilgan. Boshqalar ikkini qilsa, uchni qilgan odam. Tama ko'l bo'ladi. Bilimi degandek oz-ozdan yig'ilib, oxiri ko'zga ko'rinadi. Men bu o'yindan ingliz tili o'rganish qiziqligini topib oldim. Bir qism hayot haqiqatlarini bilib oldim. Lekin men shu o'yindami ko'p sonli kishilar vaqt isrof qilganlik deb qaraydigan ba'zi ishlarni qilib o'tirman. Olvasti shahrini o'ynaydiganlarning ko'p qismi qurol jabduqqa erishish, darajasini o'stirish, tajriba to'plash va yoki boshqalarni yengilishning xo'shaligi uchun o'ynaydi. Men o'yin ichidagi har xil maydonlarda sayli qilishga, minib yurishga amroq. O'yin ichida kunning chiqishini, o'ltirishini kuzataman. Har xil xiyoliy manzaralarni tomosha qilaman. Men o'yin ichida ana shundoq bekor yuradigan bo'g'ashqa nurg'un do'stlarim men bilan birga o'ynashni xohlamaydi. Pulni isrof qilyapsan, hayotini behuda o'tkazyapsan deydi. Bu to'g'ri o'yinni o'ynamaydigan nurg'un kishilarning menga o'yin o'ynab vaqtini isrof qilma, umrimni behuda o'tkazma deganiga o'xshaydi. Ammo dal shu ahmaksiz atalgan ishlar mening hayotimga ma'no bag'ishlaydi. Umrning qiyinligi odamni jiddiylashtiradigan, ta'sirlantiradigan, hayojonidan yurakni dupildab so'xtirib yetadigan vaqtlarga bog'liq bo'ladi. Olvasti shahrida sonsiz qitilgan shunday vaqtlarim bo'lgan. Ajoyib go'zal, rangbar sarxil manzarlarni ko'rdim hamda jalbkorlikning naqadar muhimligini tunib yetdim. Shu chog'larda, yana uning ishida bekor yurgan chog'larda, yolg'iz odamning erkinligidan, tafakkur qilishning huzuridan bahramand bo'ldim. Hayot kartinasining yangi qiyofatlarini izladim. Dal shu chog'lar mening hayotimga ma'no, rang berib keldi. Mening eng muhim bo'lgan hisoblanadigan 34 tillik vaqt boshqarish usuli dal to'r o'yindan kelgan. Steven Jobsning mundaq bir gapi bor.
qandaq narsani oxirdan boshlab kuzatsangiz, bog'lanishini topa olasiz. Beshidan oxirga kuzatsangiz, o'gangidek hech narsa chiqmaydi. Steven Jobs oliy maktabda bekorchilikdan yoki qiziqib qolganlikdan xatotlikni o'rganib qo'ygan ekan. Shu chog'da maqsadsizni o'rganib qo'ygan narsalar keyingi chog'larda olma mahsulotlarning ko'rganligida qayta namoyon bo'ldi. Ahmiyatsiz ko'ringan, maqsad muddaosi ancha aniq bo'lmagan har qanday bir ish, navoda siz ilgari butun vujudingizdan berilib qilganli bo'lsangiz, hamon bir kuni ahamiyatini ko'rsatadi. 4-bob. İmkoniyatning barcha vaqtdan unumli foydalaning. Agar vaqt xotirlanmasa, turmush yuz bermagan o'tmishga o'xshab qoladi. Umrni yeydigan yoshrin qora o'nkir. Bir qatimliq yig'ilishda ko'pchilik tamoq vaqtida telefon o'ynamaymiz, ko'ngillik paranishimiz deb kelishib qo'ydik. Boshda hammamiz sal ko'nilmadik, lekin bara-bara hammaylar yuzma-yuz suhbatga haqiqiy turda kirishib ketdik. Lekin men bir do'stimizning ko'ngli faqat joyida emasligini bayqadim. Har qatim ko'zimiz uchrashganda darhol boshqa yoqlar qarab oladi. O'zimcha o'ylab qoldim. Acaba mening sehri kuchim shuncha zo'rmidi? Ziyofat oxirlashib, heliq do'stimiz yon telefonini qo'liga olib, xuddi chiqib ketgan ruhi oxir qaytib kelgandek, kayfiyati joyiga tushganda aslida uning telefonga bog'lanib qilish kasaliga giribdor bo'lganligini, telefondan ayrilsa, qo'ygan tutqunini bilolmay qolganligini bildim. Yon telefon, bo'libmi aqli iqtidorli yon telefon turmushimizni o'zgartdi. 2007-yil Jobs iPhone telefonga yeni aniqlama berdi degan chog'da iPhone'ning insonlarning diqqat markazini yetkazib ketadiganligini o'ylamagan bo'lishi mumkin. Burungi chog'da turmushimiz qanchalik oldirash bo'lishini qat'iy nazar, har kuni 20 soat bo'lsa-mu o'y fikrimizni bir yerga yig'adigan vaqtimiz chiqadi. Hozir odamlar har 6 minutda bir qatim telefonga qarab boqadi. Telefon bizning ruhimizni parchalab tashladi. O'y xayollarimizni o'g'irlab ketdi. Bir qancha yilning oldida mikrobloglarga, maktab saynasi to'g'ri chiqardik. Ammo faqat kompyuterdan chiqardik. Hozir hamma odam do'stlar chambarga chiqadi. Odam borligi yerda yon telefon bor. Yon telefon borligi yerda do'stlar chambarga holat shakllandi. Shuning bilan tan oz bo'lmagan yurak savdolari borligi keldi. Do'stlar chambarga nima chiqarilgan bo'lsa, yurak berib boqadi. Mening qallamdan eng o'tmaydigani shuki, bir qism odamlar o'z-o'ziga yurak berib qo'ydi. Ularning bu ishga qarab, yoshlik mezgillarimizda oshq-mashqlar bayramida shokolad topshirib olmaganda, bir do'stimning o'zi bir qop shokolad setib kelib, ustiga qo'yib, yarim soat o'tgandan keyin xuddi rostilla shokolad topshirib olgandek, o'zining qiz do'sti bordek xushal bo'lib ketganini esimga olib qolaman. Yurak bersin, bermasin, chambarakka chiqsin. Ammo yon telefon bizni ko'z oldimizdagi narsalarga diqqat e'tiborimizni og'dira olmaydigan qilib qo'ydi. Uzoq vaqt ko'rishmagan do'stlar oran bir ko'rishganda burungi ishlar hozirgi kunda to'g'risi bir odam paranglasa to'g'ri bo'ladi. Ammo menmi beshimni sangiltib telefon o'ynab o'tirman. Sizmi beshingizni ko'tarmay telefoningizni o'ynaysiz. Oldimizdagi real odamni tashlab, chambarakdagi mavhum dunyoga kirib ketamiz. O'xshagan tomoqlar oldimizga qo'yilgan chog'da, tomoqning ta'mini, huzurni tetib yeyishning o'rniga telefonlarimizni chiqarib, tomoqni o'xshamagan nuqtalarni rasmga tortib, baholarni yozib, chambarakka yo'llaymiz. Ondan tomoq yegash nurg'un odamlarning yurak berishini kutamiz. Bundaq bir mazmunni o'qig'im esimda. Avval kuykuni o'chirib, ungidarni yuyib, blogni taqaydi. Kompyuterni, telefonni tortib olib, iPadni chiqib, Wi-Fi'ni to'g'ri uzib tashlab, seni cheksiz zerikishlik ichiga tashlaydi. Ondan jimjit o'tirib, choy ichgach, o'tmish haqida o'ylanasan. Chiniqsan, kitob o'qiysan, so'z chalasan, xat yozsan, aql buluqni echiladi. Fikr yo'ling kengaydi. Buyuklardan bo'lib qolasan. Amerika professorlarining bir turli tadqiqotida ko'rsatishicha, hozirgi zamon kishilar multi-screen syndrome, ko'p ekran kasalligi deb atalgan bir xil yangi kasallikka nihoyatda oson giribdor bo'ladi ekan. Kishilar hamisha televizor ko'rgach, kompyuterni echib oladi ekan. Ondan patpa telefoniga qarab qo'yadi ekan. Bu orqali bir vaqtda bir qancha ishni tan qilmoqchi, turmushda unumni ko'tarmoqchi bo'ladi ekan.
Ammo tajriba orqali isbotlanishicha, buning unumi diqqatni markazlashtirib, bir ishni qilgandan ko'p tuvan bo'ladi ekan. Atalmış unumni ko'tarish amaliyotda xom xiyolga aylanib qoladi ekan. Har qanday bir shayda aksiga taraqqiy qilish xohishi bo'ladi. Fan texnikani shundoq. Ziyoda taraqqiy qilib ketgan fan texnika mahsulotlarining yamrab ketishi ruhiyatimizga xotirjamsizlik ilib keldi. Odam o'y fikrini bir yerga yig'olgandila, cho'nqur baxtiyorlik tuyg'usi cho'miladi ekan. Bir ishni qilish, bir odamni yaxshi ko'rishmi, o'y fikrini yig'ishni talab qiladi. Diqqatning chechilishi qalbimizni tashvishga, andishiga selib qo'ydi. Men o'zim telefonga qarshi donglik chavanbas bo'lib turuqliqni og'ir darajada telefonga beqinib qilish kasalligiga giribdor bo'lgan bir bemorman. Diqqatim hatto o'zim qabul qilolmagan darajada chechilib ketgan chog'larim bo'lgan. Shu chog'larda undidorni qancha qatim o'chirib, qancha qatim qochilog'ining esimda yo'q. Har qatim o'chirib bo'lib, yarim soat o'tmayla xuddi umrlik taqdirini o'zgartiradigan bir uchur kelib qoldigandek tuyg'uda bo'lib, yana qochilaydim. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri zihni ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan bir amalni o'ylab topdim. Ya'ni undidorning chimbirak iqtidorini etibatdim. Dunyo birdilla tinjib qolgandek bilindi. Gerçi chimbirakning iqtidorini etibatgan bo'lsam-mu, og'zimda qarg'im yo'q deb tursam-mu, qo'lim ixtiyorsiz shu tarafga ketib qoladi. Asldagi o'rinda soyilash degan ko'zdan ko'rinib turadigan bo'ldi. Ba'zida telefonni ochib, soatga qaramoqchi bo'lgan chig'imda boshmaltiqim ixtiyorsiz holda undidorga tegib ketib, burunqi chambarak iqtidori ko'rinib turadigan o'rniga barmoqlarim yugurib ketadi. Attiganda soat 8 da uyg'ongan turib, o'rinli qilib soat 9 bo'lguncha karavotda ig'nab yotimizda 1 soat vaqtimiz behuda isrof bo'lib ketadi. Do'stimiz bilan 2 soat paranglashmoqchi bo'lamiz-yu, bilib bilmay 4 soat bo'lib ketadi. Hatto qilichqo'da gap qolmagan chog'dami, ko'ngil oyab, bugun mushabichi bo'lsin degan gapni osonlikcha eg'izini chiqarolmaymiz. Bak ko'rgimiz bor programma yo'qligini bilib turibmi? Yana to'xtamay kanal yetkab, oxirida ko'rib yot qilib ketgan e'longa qaraganimizcha tizginakni quchoqlab, hamyiqib ketamiz. Ba'zida o'ylab qolaman. Turmushda hamon bir qism vaqtni isrof qilib o'tgan gapkan. Lekin ahamiyatli ishlarga isrof qilish kerak. Masalan, yaxshi bir kino ko'rish, 1 soat paytop o'ynash, birdan oftob huquqlanish degandek. Men ilgari o'zimning vaqtini statistika qilib baqqan. 2014-yildagi 365 kun, 8760 soat vaqtimdan 775 soat, ya'ni 32,929 kun. Ya'ni bir oydan ko'proq vaqtni mikroblokka chiqish, do'stlar chambaragini ko'rish degandek zerikishlik ishlar bilan behuda isrof qilyapman. Bu vaqt Janubiy qutbni sayohat qilib kelishga tamoman yetadi. Menga o'xshash vaqtni yarim soatgacha planlaydigan odamni bir yilda 1 oy vaqtni isrof qilayotgan yerda vaqt boshqarish plani tuzmagan, vaqtni statistika qilmaydigan odamlar vaqtning qanday o'tib ketayotganligini to'lmay qilishi turganligi. Xuddi bir naqshida aytilgandek. Vaqt nega ketdi? To'ydirmali ketdi umrning yoshligi qiralligi. Farzandxini umrdan uzun, as yodonda balonning yig'isi, kulkisi. Vaqt nega ketdi? Ko'rib qonmayli o'chibdi ko'zimning nuri. Yerim ömür osh tuzning g'imi, qo'riqlar qopdi bo'lib yilning tamg'asi. Diqqatni yig'ib xizmat qilishga to'g'ri kelgan chog'da telefonni unsiz holatga tanshab, o'zimdan jiroq joyga qo'yib qo'yman. Ondan kompyuter oldiga o'tirib, to'g'ri ulanmagan ahvolda dars tayyorlayman, kitob o'qiyman, yoziqchilik qilaman. Attiganda qalimning ochiq vaqtidagi bir qancha soat ishida bir kunlik xizmatning eng muhim qismini tugatgan bo'ladi. Xizmatga butun zehnim bilan kirishib ketgan chog'da vaqtning qanday o'tib ketganligini tushunmay qolaman. Ammo xizmatni unumli ishlashdan kelgan natija tuyg'usi butun bir kun ruhliq, xo'shal, o'zingizga bo'lgan rozimanlik tuyg'usi ichida o'tishingizga yetadi. Amaliyotda o'sha bir qancha soat ichida bir umrlik taqdiringizni o'zgartiradigan biror telefon kelib qilishdan g'am qilmasingizmi bo'ladi. Ota-onangiz va 1086 dan boshqa odatda osonlikcha sizga tashabbuskorlik bilan telefon urib ketmaydi. Ilgari bir mahal uyni tozalash faqatli qo'shaqmaydi. Bo'libmi xizmat oldirash chog'larda yuzga ulgurmagan kiyimda do'linib ketgan,
karvatda, üsteldə oxub bo'lolmagan bir talay kitoblar chechilib yotgan bo'ladi. Biror kitobni o'qimoqchi bo'lganda, o'sha bir bo'yi narsalar ichidan izlab tepishga yarim soat vaqtim ketadi. Yana bir qism lozim bo'ladigandak turdigan. Amaliyotda ishlatmagili xili uzun bo'lgan narsalarim aslida uncha kichikmi emas o'yni parlashtirib o'tadi. Keyin Yaponiyalik keraksiz narsalarni bir taraf qilish maslahatchisi Yamashita xonimning kitobini o'qib, olmaslik, tartishmaslik, berilmaslik tashabbusini bexli yoqtirib qoldim. Olmaslik, ehtiyojlik bo'lmagan narsalarni olmaslik, tartishmaslik, keraksiz narsalarga tartishmaslik, berilmaslik, moddiy narsalarga berilmaslik, o'zini rohat, erkin, ozoda tutish. Shuning bilan o'yimni ratlashga boshladim. Moddiy narsalar bilan bo'lgan munosabatimni tekshirib chiqdim. Lozim bo'lmaydigan, muvofiq bo'lmagan, rohat bo'lmagan narsalarning hammasini keraklik, muvofiq, rohat narsalarga almashtirib etdim. Turmush muhitim oddiylashib, xizmat o'rnim oshdi. Narsa keraklarni ratlashga, izlashga ketadigan nurg'un vaqtim tejilib qoldi. Ko'ngilni, kayfiyatni shunga o'xshaydi. Turmush xizmatda o'y fikrimizni markazlashtirishga pozitiv ta'sir ko'rsatadigan kayfiyat va xiyollarni vaqtida keskin bartaraf qilishimiz kerak. Qancha uzoq ikkilansangiz, hayotingizdan shuncha ko'p nur o'chidi, rang qochidi. Turmushning huzurlanishga tegishli vaqtingiz bilib bilmay o'tib ketadi. Vaqt umrdir. Umrimizni yeydigan g'alati maxluqlardan cho'qim yiroqdir. Nurali Omizning Şinjan Pan-texnik nasriyati nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ayta olmasalar.